bu qiyomat kuni bo'ladi. Jannat ahli jannatga, do'zax ahli do'zaxga kirib bo'lgandan so'ng jannat ahlidan bo'lgan bir kishi aytadi: ey Robbim, falonchi meni hamrohim edi. Bu qayerda? Men uni jannatda ko'rmayapman-ku derkan. Shunda unga aytiladiki, u do'zaxda. Bu inson aytar ekanki: ey Robbim, ey Parvardigorim, uni meni yonimda bo'lmasligi menga, ya'ni jannatda turganligimga juda ham bunda xursand bo'lmayapman. Menga jannat tatimayapti deydi. Shunda Alloh taolo buyruq qilar ekanki, o'sha do'zaxdagi bandani olib chiqing deb, shu jannatiy bo'lgan bandani so'zi tufayli Alloh taolo uni do'stini yoniga jannatga kiritadi deydilar. Ana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuqorida o'qidik, kishi do'stini dinida bo'ladi, bas do'st tanlashda uni diniga qarang deganlarning hikmati mana shunday solih do'st ekan.